Gezer nakşimiz her yanni sadası yanrıtı. Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolingiz, tinchlikmi? Men Memetjan qurbonidan minglarga o'tliq salom. Bu YouTube'ga 8-9 kun bo'libdi chiqmag'ali. Bu halqa YouTube'niki qoidasi deymizmi? Shunaqa nimasi bor ekan, sharti. Cho'qim haftada bir qatim atlas deydi ekan-da, eng oz degan chog'da bir qatim chiqarish kerak ekan. Shunlashqa amal bor, vaqt chiqarib o'zimcha aldirashib qoldim. Vaqt chiqarib haftada 2-3 qatim chiqarishni o'ylashyaptim. Ba'zi qarindoshlarimiz kundagidek chiqardi ekan, shundoq yaxshi barakalloh deyman. Demakchi bugungi planim shu Facebook'ga naq maydon chiqdim. Shu azroq so'zlay dedim. Anaki YouTube bilan Facebook'ning alqi qandoq bo'lgan chog'da naq maydon bo'ladi deganni. Andan keyin bugun alqi oldin qatim jigarni 2 qatim so'zladim. Ama jigarli munosabatlik ham o'yla o'qimiz ko'pincha o'yla Uyg'urchada kolesterol demdik, hamda qonning tarkibidagi may deb ko'pincha o'yla o'ylaymiz. Inglizcha kolesterol deydi ekan, andan keyin yaponchada kolesterol deydi. Hamda yaponchadan kirgan ingliz gaplar ko'p bo'lg'achqa, menmo ba'zida meniki nimam deymanmi shu pronunciation inglizcha yaponcha chiqib qoldi ekan, to'g'ri tushunishni umid qilaman. Oxir bu oldin qatim 3-chi nuqta, hamda shu har qatimda oldin qatimladim dedim. Shu bədinimizdəki deganda va'da berib qo'ysam, hamda shu va'dam turmasa olmaydi, hamda arlab chiqarishni planladim. Bədinimizdəki qiziqarlıq ishlar yoki ajoyib ishlar deganni so'zlamoqchi. Bugun sal jiq bo'lib qolishi mumkin. Shunlashqa hamda birinchidan boya deganda YouTube bilan Facebook'ga tamtirab yurib naq maydon chiqib oldim. Shundoq ko'p qarindoshlar qo'llab savollarni qilib degandek. Mening planim shu Facebook'da shu doktorchilik oyatni amal ba oz so'zlab, bo'lib ro'y sog'lomlik to'g'risida ancha-muncha mungdishish, shunlashqa tan saqliq choyxonasi deb o'zimcha nom qo'yib oldim. Andan keyin men YouTube'da naq maydon xudoyim o'z bir kuni beraman deb o'ylayman. Bəlkim bilməydiğin dostlar bilishi mümkün. Bu naq maydon berish uchun YouTube'da cho'qim balqi a'zo bo'lgan odam mingdan eshish kerak ekan. Mening ham 500 bo'ldi, ham debkita marg'asi. Ammo bu YouTube'da ba'zilar deydiki, "Voy pul topdingmi, undaqmi?" degan gaplar bor ekan. Asosan shu. Shunlashqa hamda qo'llab davomli like deganni barmoqni chiqarib qilsanglar, undan keyin faqat qo'shaqmiz mundaq ko'rib qo'ysanglar bir qatimchi ko'rish nimasiga qaraydi ekan uniki. Mening maqsadim hamda pul nechinchi masala, pul muhim albatta. O'zimniki azroq o'rgangan narsamni shu qarindoshlar bilan bahramon bo'lish faqatla. Shu maqsadda hamda shu YouTube'niki agar mingdan eshib qolsa, undan keyin uningda naq maydon berishga tirishaman deb o'ylayman. Naq maydondimi ma Facebook'da xalqancha chiqdi ekan. Shunlashqa oldin qatim do'stlarimdan, yaqinlarimdan maslahatlarni so'rsam, shundoq yomon emas bo'ldi dedi, ammo ozroq tantirash bo'ldi. Har qanday ishning beshi tasqu. Demakchi hamda Facebook'ga har qanday odam uning sharti yo'q ekanda, shunga naq maydon chiqib baqa juda bir chiqqandim. Shunlashqa hozirmi shundoq yaxshi qarindoshlar fikrlar beryotdi. Yomon fikrlar bormi? Hamma yomon fikrlarni I don't care deb yurayman. Ammo shundoq yaxshi bo'ldi degan gaplar ko'par ekan bir hisobda. Men bir ishni 70-80% bo'ldi deb o'ylaydigan odam. Shunlashqa hozir men u yerda o'tiriblam qildim, men igiz chiqib qoldim-ku deyman bir xil. Men u nima deymiz, yo'riqlik nimasini tanishib bo'lmaymiz, asal yaxshi ekan deb qilgandim. Qandoq chiqyapti, aqchan yomon emas chiqyapti deb o'ylayman. Bo'lib shu Facebook'da shu ovozni tozani qilib bo'lamadim. Har xil mikrofonlarni ishlab baqdim, ishlatmayman qilib baqdim degandekchi. Bo'lib malqi sirtning ovozi yomon kuchli bo'lib ketdi degan fikrlar berdi qarindoshlarimiz. Ham bo'lsa shuningda alqinim deymiz. Facebook deymiz, shu kompyuterda usti qarindoshlarniki agar bilsa, shu YouTube'ning ostiga yozib qo'ysanglar bak xo'sh bo'lardim. Rahmat, men o'zim izlandim. Ondan keyin hamda bugun Facebook bilan YouTube'nikini azroq so'zlab oldim. Ondan keyin asosiy hamda bu tan saqliqqa YouTube kanal bo'lganligi, sog'lomlik to'g'risidagi gapni boshlasam,
Şu nimamizniki to'murimizni ichidagi mayning ko'plab ketishini shu kolesterol deb ataymizki, ammo faqat bu to'murning ichidan bo'lmaydi ekan bu. Shunlashqa bu may badinimizda bu mayning bir turidan bir hisobda. Shunlashqa bu mayniki turimi 4 xil bo'ldiki, eng asosiysi kolesterolning-chu. Eng asosiysi hamda ko'pincha mang'umu maslahatlar keladi o'zniki ba'zi qarindoshlar natijasini avatidi deymanmi. LDL bilan HDL hamda buning inglizchisini low hamda o'qislar low degan to'van degan gap. Low density lipoprotein deydik buni hamda. Buni uyg'urchaga tarjima qilsak shu nachar may desak bo'ladi-ku, hamda shunaqa bevosita tarjima qildim. Undan keyin HDL bu degani shu high density lipoprotein hamda bir hisobda. Demakchi hamda bu LDL, HDL degan nima degan chaqda hamda amal bor, men darsni qattiq so'zlashni xohlamayman dedim. Oldin qatimda har qatimdagidek davatimi erkin azodiyatchi tushunish qilib so'zlashga, zag'ir tilimizda qora til so'zlashtirishma dedim. Bu vazamda cho'qim turma. Undan keyin bu LDL degani shu bay degandek nachar may qismi desak bo'ladi-ku. HDL degani yaxshi may qismi deydi-ku. Bu qandaq narsa degan chaqda oddiy qilib o'tgan chaqda bu yaxshisin desam, HDL degani shu har bir hücayralardan eshib qolgan shu may qismi jigar berib saqlanadi ekanda, buni yaxshi qism deydi ekanmiz. Ondan keyin LDL deganimiz jigardan chiqib har xil shu hücayralar har bir hücayraga berib shu support qildika, yordam qildika degan gap. Demakchi, hamda yana bir ish shu ko'pincha bu meniki shu qonning tarkibidagi may ko'plab ketibdi deblam balki tushkunlashib ketadiganlarmi borki, amaliyotda bu badanimizga nisbatan bak yuqurlab ketsa hargiz bo'lmaydi, to'g'ri. Diqqat qilish kerak. Shu uning o'ttir hisobda manchi bo'lish kerak degan soni bor. Shunlashqa hamda buni bak kirish olmasak bo'ldi demakchi. Nima uchun degan chaqda bizning badanimiz, men oldin qatimladim so'zlayapman. Hücayralar 60 trillion, 9 trillion deydi-ku deyman. Shu hücayradan tuzilgan shu hüjayraniki temi desak bo'ldi. Hüjayraning temi pərdisi, hücayralarning pərdisi shu nimadan kolesteroldan tuzilganki. Shunlashqa shunchalik muhim demakchi bir hisobda. Shunlashqa hamda qonning tarkibidagi azroq bundoq bo'lib qolsa bak jiddiylashishining o'rni yo'q. Albatta shu o'ttir hisobda shuning atrofida bo'ldi deb o'ylasak bo'ladi. Hamda ko'pinchalar voy yuqurlab ketdi degani ko'pinchalar anglagan bo'lishi mumkin. Ammo uningga bak kuchab ketsak, yana birisi töven bo'lib ketsa qanday bo'ldi degan o'ylash baqqanlar bo'lishi mumkin. Töven bo'lsa bu nihoyat xatarlikka. Töven bo'lsa odamniki ro'yi tushkun bo'ladigan, immunot kuchi tushib ketadigan ahvollar bo'ladi ekan. Shunlashqa mushni hamda o'ttir hisobdagi sonning atrofida bo'lsa, meningcha eng normal deb o'ylayman. Andan keyin masalan shu nima yuqurlab ketsa deymizmi? Shu HDL yuqurlab ketsa, adadiy hisobsiz deymizmi bir hisobda. Masalan bu hamda eng asosiy yana semizlikka berib taqiladi. Shunlashqa bu yuqurlab ketsa qandaq kasallar paydo bo'ldi ekan degan chaqda bay dedim. Tövallab ketsa har xil kasallar bo'ladi ekan. Yuqurlab ketganda shu qon tomirlarining qetib ketishi, bu resimni ko'rsanglar ko'rsizlar, bilishga oson deb o'yladim. Shu normalli qon tomiri bilan anan keyin shu may qatlama bo'lib ketsa, endi buni televizor buningdan ko'p ko'rgan bo'lishinglar mumkin. Shunlashqa hamda ozroq bo'ladi-ku shunday ishlar. Agar bak ig'irlab ketsa, har xil qon tomir qetish, uningdagi mingga to'silish deb qo'yamiz. Mingga nima uchun to'sildi degan chaqda mingdagi qon tomirining to'silishi, uningdagi yurak tiqilmasi degandek ig'ir kasallar bo'ladi-ku. Shunlashqa buning hamda qandaq tomoqlarni yesak bo'ldi, qandaq yemasak bo'ldi deb so'raydiganlar bor. Meningcha hamda ko'ngil tatqanni yegan yaxshi. Ba'zilar voy mayli yesak qandaq deymiz. Ammo bay degandek men davomli deb turyapman. Hatto mush terimizning ostiga qarasaqmi, bizniki may qatlamlari. May degan bizni qo'g'dab turadigan,
narsa bir hesapta. Şunlaşqa ko'nglimiz tatqan yeb, uningdan cheklim yo'q demoqchi bir hesapta. Albatta, bak semirib ketgan chaqda diqqat qilish kerak. O'ttir hesapta badan yig'ilimizni yaxshi saqlashimiz kerak. Tamoqni ba'zi davlatlarning o'xshamaydigan cheklimisi. Yaponniki 80% yeyish kerak deydi-ki, bizniki mo payg'ambar tibobitin so'zlagan chaqda men degandim. 3dan 1 qism tamoq, 3dan 1 qism suv, 3dan 1 qism havo debchi oshqozonga tushadigan. Shunlashqa shu 60-70% bo'lsa, meningcha mo eng yaxshi o'zimizni jinnik turmiz degan gap. Bu to'g'riliq menda shunchalik so'zlay. Uningdan keyin bugun boyoqqa 2 nuqtani so'zlab bo'ldim. 3-nuqta bu qiziqarliq ishlarni so'zlasam, hamda buni men yaponchadan tarjima qildim. Dastlab degan chaqda men buni qildim hamda bir hisobda. Statistiklar deymizmi? Ayollar to'g'risida. Ayollarning bo'yni yumshoq keldi-ki, yumshoq desalqi hissiyat qattiq yumshoq degan emas, muskullari-chi yumshoq keladi-ki, shunlashqa bu odatda bu yumshoq bo'lganlikqa bo'yin kasalliklari deymizmi? Odatga erlar qaraganda 1.38 hassa kasal bo'lish nimasi yuqoriroq bo'ldi-ki. Anandaki shu qandoq kasallar bo'ldi degan chaqda umurtqa bo'yinlik umurtqalariniki og'rishi, qetib ketishi, qizib og'rishi degandek. Anandaki hissiyat jihatlardan ba'zi to'xtab qolish degandek-chi. Ashuna ishlar bo'ldi-ki. Anandan keyin yana birisi bu ayollarniki anglash iqtidori nihoyat kuchli bo'ldi-ki. Uxlagan chaqdimi nihoyat sezgir uxlaydi ekanda. Shunlashqa tiriq qilsa uyg'onib ketadigan ayollar ko'p. Mening ayolim shundoq. Demakchi, mushunaq bo'lg'ashqa ayollar kunduzi bir xil charchash his qilib, kunduzi uxlab oladigan ishlar ko'p bo'ladi ekan. Bu degani men hamma ayol degan gap emas, ham asosan chiqargan statistik deymizmi? Anandaki yana bir yaxshi ish deb qo'yay, ham bir hisobda bizmo so'rovlarmidaq gaplarni anglab qolamiz-ku, anglab qolamiz deb qo'yam. Mustaqilqa doktorchi moya qatlaminiki qismi, bu ayollarniki moya yig'ilib qilishi normal ahvolga. Bu nima shu statistik chiqiribdi. Bu moya yig'ilib qilish odatda ayollarniki bu 40 ayolning ichida bir ayol ashunaq bo'ladi-ki, ammo bu nihoyat pishqan ayollarda bo'ladigan alomatlarga. Shunlashqa buningdan misol qilibdi. Hatto dangliq artist Malilan Munglu deymizmi? Malilan Munglumu bundaq ishlar bilan kor bo'lmagan deb yakun chiqarib qo'yibdi. Shunlashqa ayollar unchalik ansirab ketmasanglar bo'ldi-ki demoqchi. Andan keyin yana bir psixolog tarafdagi narsa ekan bu. Men hayron qoldim hamda. Bu mo shu ayollar to'g'riliq ekan. Masalan, birasining gapini anglagan vaqtida u gap ayollar xo'shaqsa, ikki qo'lini pastga qo'yib turib, undan keyin ikki qo'lini bunday birlashtirib turib anglaydi ekanda. Agar xo'shaqmiz qanday bo'ldi degan chaqda xo'shaqmiz degan gap anglag'isi yo'q deymizmi hamda. Bu mo statistik qilgan narsaga ikki qo'lini mavalqa mundaq turdi ekanda. Deymiz buni uyg'urcha o'qimadim. X shaklda mundaq turib oldi ekanda, ba'zilar bir adabsizlik deymiz-ku. Amaliyotda bu psixolog jihatda bu mundaq turg'ini shu adab anglaydi ekan-u, o'ziniki boshqa yerga mang'isi va bu gap qarshi tarafningda, qarshi tarafniki gapini anglamay boshqa yerga mang'isi va ifodalaydi ekan. Deganda qiziqarliq ishlar bor ekan. Andan keyin bu ayollar to'g'riliq narsa asosan tugidi, ham keyin yana chiqsa yana deb berma. Anandaki yana bir qiziqarli ishlar bu mingimizniki tarkibi desak bo'ldi. Mingimizning 70% ushuq suvli ekan. Andan keyin odam samirib ketsa, masalan normallikdan 0.45 kilogram mana aytgancha 500 gram deymizmi? 500 gram atrofida samasa bizniki shu bədənimizdə shu yangi tomir yo'llari deymiz-ku. Odatda mana eriqlarni o'ylasanglar bo'ladi. Bizning bədənimizning tomirlarga o'zi yo'l niqib mushu a'zolarga tutishadigan shu yo'lni shakllantirdi ekan. Qanchalik shakllantirgan chog'da 500 shu gram bo'lgan chog'da 1.6 kilometr shu yangi tomir chiqadi ekanda bədənimiz. Ondan keyin yana bir ish, buni anglab ham ko'ngillar ilishib ketmasin. Ig'iz bo'shlig'imizda 700 turlik bakteriya bo'ldi ekan.
Anandan keyin shu nevromizning surati oldin qatim biz malqa kunda xiyo qildi ishlar 20 tuman dedim, ashna birdan bakantuq. Buning surati bizning masalan bir narsa o'ylagan chaqdagi surati bu soatiga qancha desanglar 1.6 kilometrdan soatiga 1.6 kilometrdan 431 kilometrga cho'ldi ekan. Ba'zi ishlar vaqt o'ylaymiz, ba'zi ishlar manda qildi degandek-da. Anandan keyin bir qiziqish yurakniki ko'pincha sol taraf deb o'ylaymiz. Yurakning o'ng tarafda bo'lib tug'ilishi yer shari bo'yicha 1% dan to'narak odam ashunchalik bo'ladi ekan. O'ng tarafda tug'ildi ekanda. Anandan keyin bir qiziqish sol qo'l odam tomoq yegan chaqda sol tarafdan chaynaydi ekan. O'ng qo'l odam tomoq yegan chaqda o'ng tarafda chaynash xarakter bo'ladi ekan. Men diqqat qilmabman. Diqqat qilib baqsaq bo'g'dak deb o'yladim. Onundan keyin 2000 bovoqning ichida yangi tug'ilgan bovoqning bir bovoqniki birdan ortiq kishi bo'lib tug'iladiganlar bor ekan. Bu men o'z ko'zim bilan ko'rgan, bizning tuqqanlarniki ayni vaqtida bir bola tug'ilgan chaqda 2 tal tishi bilan tug'ilgandi. Voy, alqa kolosisijiqkan, kolosisinjiq yeb beribdi degan gaplar bo'ldi. Simizda o'ylab baqsam, ashna ishlar bo'ladi ekan. Onundan keyin o'tto'ra ھىساپتا 70 kilogram odamning so'ngining eg'irligi, so'ngakdan boshqa a'zolar borda, so'ngakning eg'irligi 10 kilogram bo'ldi ekan. Onundan keyin bir qiziqarliq ish terimiz, ter hücərləri deymiz-ku, ba'zi ter tashlaymiz degan gaplar bor. Terimiz 28 kundan 30 kungacha yangi ter almashib turdi ekan. Onundan keyin tushkurish nima debdi? Tushkurga odam baxtli his qildi ekan o'zini. O baxtli deganimiz birdamchilik ishi haqiqatan. Jinni qo'qalmiz-ku degandek ishlar endi. Bugun salji qaraq so'zlab qoldim. Endi bo'lsa, yana taklif fikrlar, menga savollarga shunaqa tushyotdi bir kun endi bir bu savollarni endi amal bor meniki WhatsApp'imga dangladim, endi Facebook, ondan keyin YouTube'ning ostiga messenger xatlarni yozayotgan qarindoshlar bor. Amal bor endi messengerlarga qarab ketmayman-ki. Bo'lsa eng qulaylik deymizmi, WhatsApp'ni bek yaxshi ko'rman. Ko'pincha ashnaqa WhatsApp qulaylik demoqchi bir ھىساپتا. Shunlashqa bo'lsa hozir ele men nimamni WhatsApp nomerimni yana qo'yib qo'yman, burunni qo'yib qo'ygan shu YouTube'niki nimasiga. Shunga endi shu bo'lsa amal bor endi shu applasa deymizmi? YouTube nomeri nimaga WhatsApp nomerimga so'z qoldirsanglar, savollar bo'lsa, yoki so'raydigan ishlar bo'lsa, desanglar men shu amal bor nimaga javob berib kelyapman YouTube'ning ostidagi savollarga degandek. Bu endi bir kun vaqt chiqarib endi bir fursat bo'lsa shu javob bergan savollarni boshqa qarindoshlarmi, albatta uni ismini demayman-da, boshqa qarindoshlar foydalanish uchun bir tizib maxsus shu video ishlaydi deb planlayapman. Bo'lib shu erlarning tug'masligi deb men birinchi qatim o'zim tunishtirgancha shunaqa degandim. Erlarning tug'masligini tadqiq qildim dedim-da, endi Yaponda. Ammo qandaq deb o'ylab qolganlar bo'lishi mumkin. Faqat u chashqan operatsiya qilib, bu qilmizda ham 6-7 yil ashna qildik. Eng asosiysi shu erlarning endi doktorchilik jihatda da'vatsan bo'ldi. Spermniki nimasini tadqiq qildik-da bir ھىساپتا. Shunlar u jihatlardan so'rayotganlar bor, javob beryapman degandek. Shunga hamda bugun mushinchilik bo'lsin, hammalarga salom. Har qattim hamda deydiganim shu, bugunlam emas, har kuni xo'shal xo'ram, aktiv energiyalar yashashinglarni umid qilaman. Xayr xo'sh.